Men ismim Maftuna, Zexin onlayn bolalar uy maktabida mental arifmetikadan dars beraman. Darslarimiz to'liq onlayn bo'lganligi sababli har oy bir oyda bir marta offlayn tarzda turli tadbirlar tashkil qilamiz. Bu safar esa Movie Club tashkil qildik. Ya'ni yangi chiqqan Zootopia 2 multfilmini birgalikda tomosha qildik. Bolalar mazza qilib ko'rishdi va Movie Club so'ngida aynan shu multfilm bo'yicha savol-javob o'tkazdik. Xo'p, endi savol beraman. Shu bo'yicha eshitamiz. Xo'p, ikkalamiz deyarli bir xil mansubga qaysi qahramon aytadi? Quyon bilan tulki. Quyon bilan tulki. Xo'p, o'zi bitta o'quvchilarni aniqlashimiz kerak edi. Demak, birinchi bo'lib Mubinaxon aytdilar quyonni, Mubinaxonga beramiz. Quyon edi. Xo'p, keyingisi Tulkani men dedim. Quyon bilan tulki. bu yo'llarga qaysi hayvonni qadam yetmagan deb aytiladi? Ilo. Nima aytdim? Ilo. Ancha xalif aytdi. Xo'p. Quyonni vaznga borganda ko'ylagini rangi qanaqa edi? Orolagi edi. Zilalaga. Men savol bering. Ha, ikkalamiz endi birga sherikmiz deb qaysi aytadi? Ha? Quyon bilan. Ikkalamiz tulki. Quyon bilan tulki. Quyon bilan tulkiga tulki aytadi. Savollarimizga to'g'ri javob bergan o'quvchilarga shirinliklar berib, yanada kayfiyatligini ko'tardik.